Türkiye'de yaşayotgan minglarcha Uyg'ur yurtida qolib qolgan oilasi va urug' tuqqanlardan xabar olinmay dunyoga nido qilishga majbur bo'lmoqda. Ulardan biri hozir Istanbulda yaşayotgan İsmail Abdukerimdir. O 86 yoshli dadasi Abdukerim İsmailning 2017-yili 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligi va turmada o'lib ketganligi haqidagi xabarni bu yil 21 may kuni ishonchli bir manbadan topshirib olganligini bildirdi. İsmail Abdukerim dadasi Abdulkerim İsmail bilan onasi Gulhasal Mehmetning 2017-yili Qashqar Yenisar noyasidagi uyidan tarbiyalashga opirimiz deb yig'ilish lageriga ib ketganligini, keyin har ikkisining 10 yillikdan qamoq jazosiga hukm qilinganligini, dadasining Urumchi Daxiyandagi turmiga, onasining Qashqardagi bir turmiga qamalganligini ishonchli manbadan olganligini bildirdi. İsmail Abdukerim, yana Abu Bakri Abdukerim, Osmanjon, Ömerjon, Alijon, Abduvoyid qatorliq inilari bilan Halimagul ismli singlisini o'z ichiga olgan 7 qarindishining yig'ilish lagerida ekanligini, o'g'li Nur Muhammadning qo'l telefonidan islomiy ma'lumotlar chiqqanligi uchun 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligi bildirildi. U yana ular bilan 2017-yildan buyon hech qanday aloqa qilolmaganligini, ularning oqibatidan qattiq andish qilayotganligini bildirdi. İsmail Abdukerim dunyo jamoatini Uyg'urlarga ko'ngil bo'lishga chaqiriq qilib mundaq dedi: "Men xalqaro jamoatiga shunday xitob qilamanki, har bir vijdon, aql va g'urur egasi Xitoyning bu vahshiy zulmlarga qarshi turishi, Xitoyga to'xta, Sharq Turkiston xalqiga zulm qilma, bularmi bizga o'xshash inson, sen haddingdan oshma, boshqalarga zulm qilma" deyishini umid qilaman. Amerika Savdo Ministerligi 22 may e'lon qilgan qarori bilan Xitoy korxonasining 9'iga Sharq Turkistonda yuz bergan kishilik huquq tajovuzchiligi sababli embargo yurgizilganligini e'lon qildi. Amerika hukumati Xitoy Jamoat xavfsizlik universiteti, Adliya bilimlari institutini o'z ichiga olgan 9 dona Xitoy organi va korxonasiga embargo yurgizdi. Bu qarorning chiqarilishiga Sharq Turkistondagi kishilik huquq tajovuzchiligi, Uyg'ur va boshqa oz-sonliqlar uchrayotgan bostirish va assimilyatsiyaning sabab bo'lganligi bildirildi. Shuning bilan birga Savdo ministerligining qarorida yana 24 shirkatga kollektiv qirg'uvchi qurollar va boshqa harbiy faoliyatlarga qatnashganligi sababli embargo yurgizilishi mumkinligi bildirildi. Buning bilan jami 33 shirkat qora tizimlikka kirgizildi. Amerika hukumati Xitoyning Hong Kongda hukumatga qarshi kuchlarga zarba berishni kuchaytirish uchun yangi bir bexatarlik qonun chiqarishga uringanligini tanqid qildi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo e'lon qilgan yozma bayonotida buningda Hong Kongning qonun chiqarish tartibi va xalqning irodasiga sal qarg'anligini ta'kidladi. U yana Hong Kongning erkinlik qo'rg'ini ekanligini va shunday qilish kerakligini aytdi. Bu yilning 5'ida Hindiston va Xitoy askarlarining chegaraning o'xshamagan joylaridagi to'qinishlardan keyin ikki davlatning chegara rayoniga qo'shimcha bexatarlik qismlarini o'rnashtirishi va mudofaa qo'rg'ini yasashiga ergishib, rayondagi harakat jiddiyligi kuchaydi. Hindiston vaqt gazetining xabariga qaraganda, ikki davlat armiyasi orasida Ladakh rayonining sharqi va Sinkim o'lkasida to'qinish yuz bergandan keyin ko'zlar rayonga tikildi. Hindiston va Xitoy Dalaqdagi Demchok, Chumar, Galvan vadisi va Pangong Teso ko'li atrofiga qo'shimcha bexatarlik qismlarini o'rnashtirdi. Amerika hukumati har qaysi taraflarning qurolsiz bayqash uchishiga ruxsat qiladigan ochiq bo'shliq kelishimidan rasmiy chekinganligini e'lon qildi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo yozma bayonotida o'zlarining juma kunidan boshlab 6 oy ochiq osmon kelishimidan chekinib chiqqanligini e'lon qildi. Prezident Donald Trump yo'lga qo'ygan davlat bexatarlik strategiyasi doirasida ilgari barliq kelishimlarni ko'zdan kechirganligini bayon qilgan Pompeo, agar Rossiya kelishimiga to'liq amal qilsa, ularning ayrilish qaroriga tuzatish kirgizilmaydiganligini bayon qildi.